Assalomu alaykum do'stlar kanalining ko'ruvchilari. Mana ot bovoldi. Qancha ketadi ko'raylikchi. 24-noyabr 2021-yil 140 mingga ketdi o'shanda. Mana ekan 140 ming so'mga ketdi. Qancha ishar ekan bu? Qancha ishar ekan? Bu dog' jo'shdi qorda. 3-qorda. 2-qorda mana ekan. Mana 5 ming paydo berdi. Düz 40 mingga sotildi, üstüne 5 ming so'm daha berdi 2-qorda. Jag'in ovqatdagi ot bozorda do'stlar, bugun qanday otlar chiqibdir, bordig'ini cho'ng ko'ramiz. Sizlar bizning kanaldan olsa ko'rib turibsizlar. 5 ming so'm paydo berdi. Qancha ishar ekan ota? Oltarashkova. Haydan bakaşı. Haydan şurali korkar. Maşallah bu kızışlar. Hey, yerine uçlar. Hey. Hey, benim şu ola. Hey. Tuğanlar kelişkiler. Alsan alırsın, alsan beni al. 10 ming so'm berdi. Alsın mı? 10 ming so'm paydo. Yıldız ağacı da var. Yıldız ağacı mı? Yıldız ağacı. İnternet çıkar. Vay ekan. Qancha ishar ekan bilmadingizmi? 2 ishar ekan jazg'a. 2 ishar. Poltarashkova. Mana poltarashka deb. Yirtomdan başlab düşdümü. Satam meni 1-2 ming so'mga satam meni. Beringlar. Satam. Yo'ring mana u. Ana. 150 ming qo'yadi. Hayda çıkarır. Ha? Haydi öyle Size fazla oturup koyuyorsun yeme. Hey! Lan satam cıldı. Elden elge ne yapaki? Menga kishne chiqsa satam cıldı. Qo'lingizni dag'im shahlim ham shu ish qilar ekan, he? Ho cıldı. Yo'ring. Ozma chayiga berchi. 1000 so'm beradi. 2000 so'm beraman. 2000 bilan 10 ming so'm paydo berdi mana ekan. Hamda bo'luncha aka. O'sha poltarashkani uchun bu. Sana verem. Tarttın mı tarta verdim. Qo'y otamay. Qartay bu. Qancha ketdi-shanda? 60 ga. 160 ga ketdi. 20 ming paydo bo'ldi o'shanda. Mana 20 ming paydo. 3 ming 5 minutida. Mana 5 minutida. Mana sinam ko'rib qo'yamiz. Oldu hem baraka oldu. Ziyodim mi oldu? Bitti. Düş. Yaxşı olsa düş. Murat'ı bular. Min bekle kaç. Olsun. Qo'llab chiqdi sirazi. Orta otamdan men. Yıldız ketdi. Mana ekan, munojarda dağı ot bo'ldi. Qaysi bo'ldi degan? Qaysi ketdi shunda? Buni qancha ketdi? 112. 112 mingga ketdi. Mana ekan. 112 mingga ketdi do'stlar. Parodoz qanday ekan ammo? 112 mingga ketdi mana ekan. Parodozi qora bayir ekan.